Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar va dehqonchilikka qiziqadigan aziz obunachilar. Bugun Surxondaryo viloyatida Angor tumanida 25 sotixlik parligimizni ishlaganimizga adashmasam 19 kun bo'lganidan 4 kishi ishlayapmiz. 4 usta yerdan bugun yopishni boshladik. Hozir ligotkani pastini yopyapmiz. Bu yer havo almashtirish uchun 70 cm ligotka bo'ladi desak. Dehqonchilik bilan shug'ullanadiganlar buni biladi. Xo'sh, bu yer 63 ga 40 metrlik bo'lib parligimiz tushgan. Bolalar zajim qatiryapti tepasiga. 2 kishi biz ikkalamiz shogird bilan bu yerga pilyonkasini qatiryapmiz. Ligotkani pastiga. Xudo xolasa ishlarimiz chamamda yaxshi chiqyapti, xudoga shukr. Mustahkamliklariga e'tibor beryapmiz qo'ldan kelgancha. Endi xudo xolasa tepalarni yopib, ligotkalarni bu yer 70 cm ochiladigan chiroyli qilib havo almashishlarini o'rnatamiz degan umiddamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. O'zimiz ustamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar ham xursand bo'lgan bo'lardi akalar. Avvalo xudo xohlasa shu yerda bitkizib olsak, bu tarafiga 15 sotigini ham boshlaydiganmiz. Bu tarafga o'sha 40 sotik bo'ladigan. 15 sotikda отдельный qilishimizdan maqsad bu yerda bitkizib sirazi bodring ekadigan uyli egasi. Xudo xolasa bodringlarga ham chiroyli qarab turamiz shu yerda. Uyli egasi endi birinchi boshlash ekan issiqxonada, dehqonchilikda. Ular shunaqa akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Plyonkalari bilan plyonka barcha xizmatlar ichida 8 milliondan bo'ldi. Shu parligimiz ham mustahkamliklari ham tekis qilib yopdik plyonkani. Plyonka Xitoyning plyonkasi. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. 3 yil kamida xizmat qiladi. Qanaqadir savollar kerak bo'lsa, agar bo'lsa sizlarni bemalol telefon qilaveringlar aka. Ichkari holatlar. Oldiga qarang. Yo pastiga qarang, signalni. Signalni pastiga qarang. Tashqari ko'rinishdan parligimiz balandligi 40 cm adashmasam 40 bo'ladi. Achepda oldingizda-da? Ha, oldida luk bu yer ochiladigan bo'ladi. 120 cm. Xudo xolasa ertaga ham videosini qo'yaman. Like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Oy joninglar sog' bo'lsin.